Assalomu alaykum hurmatli akalar, qadrdonlar. Xush kelibsizlar, qadaminglarga hasonatlar bo'lsin. Bugungi yaxshi niyat bilan Xudo xolasa sizlarni elegant restoranida yig'ilishda ko'rib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Xudo xolasa aynan Sima Avtostar tomonidan tashkil etilgan bu chiroyli tadbirimizda Xudo xolasa sizdek qadrdonlarimizni, hamkorlarimizni bugun ko'rib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. O'ziga xos tadbir, o'ziga xos bayram har doim mana shunaqa Sima Avtostar tomonidan albatta tashkil etiladi. Yil sari hisobi deyiladi va mana shu Sima Avtostar kompaniyasida mehnat qilgan, yaxshi ish faoliyatini ko'rsata olgan va albatta o'ziga xos mana shu avtozapchastlar bilan hayotda daromad topib, baraka topib yurgan aziz akalarimizni bugun shu yerga yig'dik va Xudo xolasa chiroyli tarzda bugungi tadbirimizni o'tkazamiz degan umiddamiz. Hurmatli aziz mehmonlar, akalar, agar bugungi tadbirimizni boshlatsin desanglar, bitta guldiroz qarsaklarni qarsilatib chalib qo'yinglar. Biz tadbirimizni boshlaymiz. Tinchlik, omonlik, tansihatlik, salomatlik, yaxshi kunlar, bayramona kayfiyatlar hammamizga hamroh bo'lsin. Bugungi kunda qalbinglarda qanaqa niyat bo'lsa, mana shu niyatinglarga yetishib yurishinglarni tilakdoshiman. Bekorga 2025-yili oxirgi oyida emas, balki aynan 2026-yilga o'tib, yanvar oyida Sima Avtostar tomonidan bu bayram tashkil etilmadi. Sababi har bir mana shu kelgan mehmon, mijoz, hamkorlarimiz, akalarimizni Xudo xolasa mana shu 2026-yilda boshlagan yili, ya'ni mana shu oydan, yanvar oyidan boshlab barakali bo'lsin deb va albatta qaysidir ma'noda go'zal sovg'alar bilan rag'batlantirish maqsadida uyushtirildi. Shunday ekan, yana bir bor tadbirimiz, bugungi bayramimiz sizlarga muborak bo'lsin. 2026-yil hammaga omadli, albatta barakali bo'lsin, xayrli bo'lib, chiroyli go'zal tarzda ishlab, hammanglarning xonadoninglarga fayz va baraka yog'ilishini tilakdoshimiz. Biz hozirgi tadbirimizda ruxsat bersanglar so'z boshidan yaxshi niyat bilan albatta sizdek aziz mehmonlarga xush kelibsizlar degan muomalalarni ayamaslik maqsadida Xudo xolasa Sima Avtostar kompaniyasining zabt direktori Rahmonov Jahongir akamizni va Farruh do'stimizni akamizni ham taklif qilsak, o'zlari so'z boshi bilan bugungi kechamizni boshlab bersalar. Marhamat, marhamat. Assalomu alaykum barcha hamkorlarga. Xush kelibsizlar Sima Avtostar kompaniyasiga. Xudo xolasa hamma haligi qiziq voqealar, qiziq momentlar mamlakat oldinda, zo'r prizlar, zo'r konkurslar hammasi oldinda. Nima deymiz, 2026-yil barchaga xayrli va barakatli bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli artist hamkorlarimiz. Qimmat vaqtlaringni ajratib kelganlaringdan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi tadbirimiz oldingi tadbirlarga nisbatan juda qiziq bo'ladi, zo'r bo'ladi. Xudo xohlasa keyingi nima qo'yishlarimiz hammasi aytiladi. Sizlarni ko'rganimizdan avval xursandmiz. Dasturxonimiz ochiq, bemalol xursandchilik qilib o'tirishlaringizni tilakdoshimiz. Sog' va salomat bo'linglar. Sima Avtostar hamisha o'z klientlarini qo'llab-quvvatlaydi. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga kelganlaringiz uchun. Katta rahmat. Qarsaklar uchun rahmat. Mana shu qarsaklar bilan bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilsak ham bo'laveradi. Albatta, dasturxonga marhamat qilasizlar. Noz-ne'matlardan olib, yeb, ichib, diydor shirinlikda suhbatlashib, kimni bir-biriga bo'lgan g'oyalari, fikrlari yoki bo'lmasa biznes tomonlama albatta birgalikda ish faoliyatini yurgizamiz deganlar bo'lsa, albatta bugun mana shunaqa imkoniyatlar bor. Bir-biringlar bilan albatta suhbatlashib, yil davomida baraka topamiz deganlar bo'lsa, ilohiy murodi maqsadiga yetsin deymiz. Biz shodiyonamizni davom ettirganmiz, yana bir aziz insonni davramizga taklif qilmoqchiman. Ya'ni Xudo xolasa hammamiz bilamiz, hammamiz taniymiz, aynan mana shu avto bo'yicha ish faoliyatini yurgizar ekanmiz, zapchastlari bo'yicha. Lekin bu inson albatta avtomobilni A harfidan kirib, ana boshqa joygacha hamma narsani ikir-chikirgacha bilib, bizga kerak bo'lsa hayotimiz davomida mashinalarni bilishimiz bo'yicha osonlashtirib bergan ajoyib do'stimiz bor.
hammamiz bilgan ajoyib bloger qolaversa, Inamarka Hayda YouTube kanalini hammamiz ko'ramiz, kuzatamiz. Undan tashqari avtotuning bo'yicha ham oxir o'ziga xos ustasi Nodir Xo'ja bugun biz bilan birga. Bitta qarshiginglar ayollar, marhamat bilan taklif qilaman. Nodir Xo'ja keling. Assalomu alaykum jigarlar, charchanayapsizlarmi? Bir pasda hamma to'lib o'tdi. Adashmasam, ro'pararosa 1 yil oldin mana shu Sigma Avtostarni xuddi shunaqa sarf hisobida reklama qilib, videolar qilib qatnashgan edim. Bu yilni u masshtabdan ancha sovg'alarni soni bo'yicha ancha o'sib ketyapti. Ya'ni o'sha gigantlashib ketyapti. Ro'pararosa 1 yil oldin shu skladga joyiga borgan edim. Mana 3-4 kun oldin borsam, umuman yana bir gigantlashib ketibdi. Ya'ni yildan yilga o'sib boryapti. Rostdan bu darajada katta, faqat yuk mashinalar bilan, zapchast bilan shug'ullanadigan kompaniya nima boshqa bilmayman. Bundan kattasi. Sizga bundan kattasini topa oladi, dedi, xuddi shunaqasi. Bu yerda hamkorlikda ishlayotgan jigarlar ham hammaligi Xudo xolasa yildan yilga kuchayib, ya'ni savdolarni oshirib borishyapti. Mashina zo'r biladi dedingiz, men yuk mashina bilmayman degan. Zapchastlarni silachalik biladigan menimcha yo'q respublikada. Hamma aynan mana shu yuk mashina zapchasti liderlari yig'ilgan. Chunki hamma liderlar bilishim bo'yicha Sigma Avtostar bilan ishlargan. Chunki bunaqa bu yerga chiqish oson emas. Hammaga omad, Xudo xolasa yil hasrat hisobida katta sovrinlar, lila o'rgan aka, bergan 5 ta 20 tami, 25 tami, nechta mashina? 25 ta mashina. Rostdan bunaqasi bo'lmagan. Men ko'rmaganman umrimda 25 ta hamkorga mashina beraveradigan kompaniyani. Keyingi yil Xudo xolasa 30 ta kelib turadi. Undan keyingi yil har bitta kelganga mashina. Shunchaki kirsa bo'ldi mana shu restoranga. Ungacha biz ham yaxshi niyat qilib Sigma Avtostar bilan Xudo xolasa hamkorlikni boshlayapmiz. Yana bir-birimizga podдержка qilib bundan buyog'iga yana gigantlashib ketib turadi. Nafaqat bu Sigma Avtostar, balki sizlar bu kompaniya bilan hamkor bo'lib ishlayotgan do'konlarni ham yana qo'llab-quvvatlab, xalqqa tanitishga qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Sog' bo'linglar, hammaga omad, tabriklaymiz. Joningiz sog' bo'lsin, jigar. Nodir Xo'jaga bitta qarshiginglar ayollar, aziz mehmonlar, aziz akalar, boringizga Nodir Xo'ja kattakon rahmat, boringizga shukr. Bugungi kunda hammaga iliq niyat, tilaklar bildirildi va bu amalga oshishini Xudo xolasa Robbimizdan so'rab qolamiz. Haqiqatan ham hali bunaqasi bo'lmagan Sigma Avtostar tomonidan Xudo xolasa shuncha mashina, keyingi yillarga Xudo xolasa kvartira, undan keyin shtablar bo'linadi, keyin esa Xudo xolasa rayonlar ham ajratilsa kerak. Va shu bora ketib sekin Xudo xolasa hammalarga Xudo xolasa kerak bo'lsa o'ziga xos puchovkalar ham ajratiladi. Hop, biz davom ettiramiz. Tadbirimizni boshladik. Nonushtalarga marhamat, ya'ni bemalol dasturxondagi ne'matlarni olib, yeb ichib, mazza qilib o'tirishingizni tilakdoshimiz. Siz uchun Xudo xolasa xalqimiz ardog'idagi aziz san'atkorlar xizmat qilishadi. Kamina Ma'murjon Xolmedov har doim mana shu Sigma Avtostar tadbirlarida siz bilan birgaman. Shunday ekan, qolaversa sahnamizni o'ziga xos go'zal ovozlari bilan, shirin ovozlari va albatta go'zal san'ati bilan Xudo xolasa sizlar uchun xizmatda ajoyib do'stimiz, qadrdonimiz Sanjar Usmonov tashrif buyurganlar. Kelinglar, ularni sahnamizga taklif qilamiz. Chiroyli go'zal musiqalardan, hammamiz qo'shiqlardan bahramand bo'lamiz. Sahnamizda elimiz ardog'idagi aziz san'atkorimiz Sanjar Usmonov. Marhamat.
katta rahmat. Sanjar Usmonova go'zal qizimizga qattiq uylanayapsizlar. Boringlarga shukur. E'tiboringlar uchun va qattiqligingiz uchun kattagan rahmat deymiz. Barchangizga yana bir bor xush kelibsizlar deymiz, qadrdon aziz mehmonlar. Xudo xolisa mana shu Sima Avtostar kompaniyasida o'ziga xos mehnat qilib kelayotgan qadrli akalar boringlarga shukur sog' bo'linglar. Biz esa davom ettiramiz va o'z o'rnida bugun Xudo xolisa ham chiroyli go'zal san'at ham o'ziga xos go'zal sovg'alarni biz sizlarga ulashar ekanmiz. Shu o'rinda hozir boshlang'ich tomonlama sovg'ani beradigan qadrdonlarimiz Sima Avtostar kompaniyasini eng yaqinlari desagan bo'ladi, qadrdonlari desagan bo'ladi. Va shu o'rinda oxirgi gap aytiladigan gapimiz sodiqlari desak ham bo'laveradi. Do'stlikda ham o'zi sodiq do'stlar bo'ladi. Mana shu aynan Sima Avtostar kompaniyasi uchun sodiq bo'lgan qadrdon klientlarimiz bor. Mana shu klientlarimizga ajratilgan ajoyib sovg'a bor. Ruxsat bersanglar, mana shu akalarimizni ismi shariflarini aytib o'tsam va ularni taklif qilib chiroyli tarzda sovg'alarni qo'llariga topshirsak, xudo xolsa. Demak, Sima Avtostar kompaniyasining eng sodiq klientlari. Xo'p, Azimov Abdurahim akamiz, Lavo, Toshkent shofyor bo'lib ishlaydilar, baraka topsinlar, umrlar uzoq bo'lsin va aynan Sima Avtostar kompaniyasiga juda ham sodiqlar. Ularga Redmi 14 Note beriladi. Aka, assalomu alaykum. O'zingizmi? Abdurahmon aka, sog' bo'ling, boringizga shukur. Abdurahim akamiz. Bo'ldi. Rahmat aka, sog' bo'ling, boringizga shukur. Muborak bo'lsin. Qolganlarni ham e'lon qilaveramiz. Qani kelinglar, marhamat. Xo'p, Husan akamiz, Toshkent, Maosh, Adamam Savdo. Marhamat, kelsinlar akamiz. Uchekov Marat, Toshkent, Ust yurt, Sujin Sulfa. Qani kelsinlar akamiz, baraka topsinlar. Bo'ladimi? Toshmatov Bekzod, Toshkent. Oremiyam, Mini. Gap so'z yo'q. Xo'p, Jahongir aka, yo'ldosh aka, keling Qo'qondan. Optik umrlar uzoq bo'lsin. Mana shu Sima Avtostar kompaniyasi eng sodiq klientlari, mijozlari desak ham bo'ladi. Yana bir bor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Umrlar uzoq bo'lsin. Ularga akalarimizga sovg'alarni topshiramiz. Marhamat, olib kelinglar sovg'alarni. Marhamat. Aka, muborak bo'lsin, taqdimimiz. Katta rahmat. Aynan Sima Avtostar tomonidan sizlik mijozlarni, ya'ni aynan sodiq mijozlarni qo'llab-quvvatlash, ruhlantirish va albatta rag'batlantirish maqsadida chiroyli tarzda e'lon qilindi. Ana endi men o'ylayman, xudo xolisa hammaga muborak bo'lsin. Mana shu sovg'alar oldinda esa yana ketma-ket sovg'alarimiz sizlarni kutmoqda. Sog' bo'linglar. Xo'p. Qani suratlariga bugungi go'zal onlarni tarixlariga muhrlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Hali yana oldinda shunaqa bir holat bor. Xudo xolasa mana shu Sima Avtostar kompaniyasida bo'lib o'tgan har bir tadbirlarni o'ziga xos tarzda chiroyli gapirib o'tilgan bir ovozli xabar bor. Buni hali hammangizga eshittiramiz va albatta men o'ylaymanki, buni eshitib o'zingizga xos chiroyli ruhiyatni egasi bo'lasiz. Xo'p, davom ettiramiz. Chiroyli go'zal san'at egalari bugun mana shu sizdek aziz mehmonlarimizni xursand qilish uchun tashrif buyurganlar. Shunday ekan, hozirgi navbatda yana bir ajoyib san'atkorga topshiramiz. Xudo xolisa ko'z tegmasin. Xo'p, hurmatli aziz mehmonlar, aziz akalar, mana bitta savolim bor. O'ziga xos topishmoq desa ham bo'ladi. Agar shuni bilsanglar, qoyil qolgan bo'lardim. Hammamiz yangi yilni eson-omon kutib oldik. Mana xudo xolasa 2026-yilni yanvar oyidamiz. Mana Новый год o'tib ketdi. Hozir esa baraka qilib biz 2026ni boshlayapmiz. Va shu o'rinda hammamiz yoshligimizda Qorboboga ishonganmiz, to'g'rimi? Ishonganmiz, xatam yozganmiz kerak bo'lsa, aqlli bola bo'lsak, quloq solsang, a'lochi bo'lsang, Qorboboga xat yozsang, ana sovg'alaring bo'ladi deb ota o'ziga inobatga olib qo'yadi. Bola aqlli bo'lib, a'lochi bo'lib
Qorboboga xat yozadi, ota o'qiydi, olib kelib beradi Xudo xolasa. Lekin baribir ishonchimiz Qorboboda edi. Xo'p, meni savolim shundan iborat. Hamma kasb egalari Qorboboga xat yozganda Qorbobo hamma kasb egalariga sovg'asini berar ekan, lekin bitta kasb egalariga sovg'asini olib kelib bermas ekan. Xo'p, bu qaysi kasb egalari? Qani, kim nima deydi? Hamma kasb egalari xat yozsa, albatta ularning sovg'asi yetkaziladi, lekin faqatgina bitta kasb egalari sovg'asini olmas ekan. Xo'sh, nima deb o'ylaysizlar akalar? Qaysi kasb egasi sovg'a olmaydi? Xo'sh, buni savolini birpas turib sizlardan kutib qolaman, Xudo xolasa, lekin hozir bizda ovozli bir xabar bor. Mana shuni hozir birgalikda eshitamiz. Marhamat, marhamat. Simma Автостар. Dargoh. Mana shunaqa Sima Avtostar o'ziga xos sodiqlikni juda ham yaxshi ko'radi. Ilohim sog' bo'lsin. Har bir kelgan mana shu hamkorlarimiz yurakdan mehr bilan agar ish faoliyatini yurg'izsa, inshaalloh hammaga o'ziga xos chiroyli go'zal sovg'alar beriladi. Xo'p, endi sovg'aga qaytadigan bo'lsak, ya'ni Qorboboning sovg'asi qaysi kasb egalari sovg'a olmaydi deganimda, qara agar iloji bo'lsa javob bo'lsa jo'r bo'lardi. Nima deb o'ylaysiz aka? Qaysi kasb egalari sovg'a olmaydi Qorbobodan? Ayting aka, ayting. O'ylab ko'ring, yaxshilab. Qaysi? Tamam. Aynan keting. Taksistlar har kuni sovg'a oladi. Omadi kelsa shunaqa zo'r sovg'ani oladi. Hop, sizlar nima deb o'ylaysizlar akalar? Qaysi kasb egalari sovg'a olmaydi? Labay, Go'rku. Bu tadbirda o'tirib istagan odam bo'lsa Go'rku har bir qilgan ishidan keyin chiroyli sovg'asini oladi. Uni savobi ham juda ham ulug', to'g'rimi akalar? Umringiz uzoq bo'lsin. Nima deb o'ylaysiz aka? Men o'ylayapsiz, men ko'rib turibman. Yoki nimaga o'ylayotganingizni bilmayapman. Qarang, sovg'ani Qorbobo topshirar ekan har bir kasb egalariga. Lekin bitta kasb egalari sovg'ani olmas ekan. Nega? Bilmayman siz, bilmayman. Ha, kim biladi? Sovg'a bor. Ana. Qani? Aka, aytasizmi? Taxminan. Kimlar? Pochtachilar. Sovg'a olmaydi. O'zlari sovg'a ulashadi, oboradi, olib keladi, lekin olmaydi. Shunaqa deb o'ylayapsiz, taxmin qilyapsiz. Bu ham qaysi ma'noda haqiqatga yaqin, lekin yo'q. O'zining haqiqiy zo'r javobi bor. Qani, kim aytadi? Aka, nima deb o'ylaysiz? Qaysi kasb egalari sovg'a olmaydi? Sapchaschilar? Aka, hozir qanday o'tiribmiz hozir? Sapchaschilar deydi akamiz. Topsinlar. Qani, qiziqchilar olmaydi? Aylanib ketingizlar. Rahmat, bizlar ham o'ylaganingiz uchun. Hop, lekin bilmaganlar bilib qo'ysin. Qaranglar. Hamma kasb egalari sovg'asini Qorbobodan olar ekan, lekin bitta kasb egalari sovg'asini olmas ekan. Bu ham kimlar? Doktorlar. Sababi
qorbobo husni xattiga tushunmas ekan ular. Ana o'shaning uchun sovg'asi qoldi. Ana bor yo'g'i shu edi. Lekin oldinda savolim bor, savoli tegidi, sovg'asi ham bor, xudo xolasa. Biz davom ettiramiz. Elyor Milliboyev, Qarsagilar aybeylar, marhamat. Davramizga taklif qilamiz. Keling Elyor. Keling, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bitta Qarsagilar aybeylar. Xush kelibsiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu davraga yig'ilgan aziz mehmonlar, aziz mezbonlar, bugungi kun bilan barchalaringizni tabriklaymiz. Sovrindorlarga ham sovrinlar muborak bo'lsin. Qolaversa mana shu tadbirni tashkilotchilariga, Usmon akamizga hammaning nomidan rahmatimizni aytamiz. Chiroyli qo'shiqlarimiz siz aziz mehmon mezbonlar uchun ijro qilib beramiz. Marhamat, rahmat. Xalqimiz ardog'idagi aziz san'atkorimiz Elyor Milliboyev, baraka topsinlar. Voy, kattakon rahmat deymiz. Raqsga tushgan akalarimizga kattadan katta rahmat, baraka topsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Haqiqatdan ham sog'liqni qadriga yetadigan akalar ekan, umrlari uzoq bo'lsin. O'zi haqiqatdan ham kechga yaqin mazza qilib raqslarga tushib va badanni tarbiya qilib tursa, nur ustiga alon nur bo'ladi. Men o'ylaymanki, hali tadbirimiz oxirigacha mana shu har bir stol egalari albatta turib mazza qilib raqsga tushadi degan umiddamiz, chunki hali yana zo'r san'atkorlarimiz sizlarni xizmatingizda bo'lishadi. Biz esa Sima Avtostar tomonidan albatta rag'batlantirilgan va o'ziga xos mana shu biz bilan birgalikda Sima Avtostar bilan birgalikda ish faoliyatini yurgizayotgan hamkorlarimizni sovg'alar bilan ulashda va rag'batlantirishda davom ettiramiz. Ruxsat bersanglar yana bir bor o'ziga xos chiroyli go'zal sovg'alarni qo'lga kiritish uchun aynan aziz hamkorlarimizni ismi shariflarini o'qib eshitirsam va ularga atalgan ajoyib sovg'a Redmi 14 Note telefonlarini xudo xolasa topshiramiz. Tayyorgarlik ko'rib tursanglar bo'ldi va albatta o'z ismlarini eshitgan hamkorlarimiz tezda bizni yonimizga chiqadilar degan umiddamiz. Biz boshladik. Abdurahmatov Jahongir akamiz Namangan Chust aktivik xudo xolasa kelsinlar. Musaboyev Muzohir akamiz Toshkent shahridan Gold Steve Invest. Hop, Maksimov Konstantin Toshkent. Xo'sh, innovatsion burlash qani kelsinlar. Xo'sh, Murtazashi Fazliddin Qashqadaryo Shahrisabz aktivik marhamat chiqsinlar. Xo'sh, Mahmudov Bahriddin akamiz Qarshi aktivik. Xo'sh, Sobirov Murod akamiz Qoraqalpoqda voy aynan dedi. Beruniy aktivik umrlar uzoq bo'lsin. Kelsinlar. Bekzod aka Xorazm aktivik. Bekzod aka deganlari shu bo'lsa kerak qolamiz. Chunki familiya o'zida aka. Ey muhim odam shu. O'rinlarga sog'liqsizlar ular uzoq kelsinlar marhamat. Va Rahmatov Otabek akamiz Buxorodan aktivik bo'ladilar ular ham. Xo'sh, Shodiyev Rajab akamiz Buxorodan aktivik. Qodirov Mehriddin Buxoro aktivik. Xo'sh, Gulomov Muhammad Qodir Qo'qon aktivik. Kelinglar akalar. Milliboyev Erkin Sarosiyo aktivik. Marhamat. Baxtiboyev O'tkir Andijon aktivik. Kelsinlar. Rahimberganov Jasur akamiz Xorazm aktivik. Marhamat. Va yana bitta Saidov Umid Xorazm aktivik. Mana shu ismlar zikr etilgan aziz akalarimiz marhamat kelinglar umrlar uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsinlar. Xudo xolasa Sima Avtostar kompaniyasi o'ziga xos mehnat qilib mana shu chiroyli mehnatlar ortidan ularga shu go'zal sovg'a topshiriladi. Marhamat. Qani Farruh aka o'zingiz bosh-qosh bo'lib qo'llariga berib chiqasiz. Sog' bo'lsinlar. Rahmat, baraka topinglar. Qolganlar agar qarsak chalib tursanglar, menimcha juda ham go'zal ish bo'ladi. Sababi xudo xolasa sizlar ham hali sovg'a olasizlar va shu tarzda qarsaklar bilan
muborak bo'lsin deb qaytarib turamiz xudo xolasa. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin iloyim. Xayrli, barakali bo'lib xizmat qilsin xudo xolasa. Kattakon rahmat suratlarga muhrlanib. Albatta, shak shubhasiz agar haqiqatan ham mana shu ismlarni aytgan insonlarimiz orasida kelmaganlar bo'lsa, albatta u kelmaganlarga sovg'alar yetkazib beriladi. Bu Sima Avtostar tomonidan har doim mana shunaqa halollik bilan, shaffoflik bilan qilingan ish. Shunday ekan, muborak bo'lsin deymiz ularga, salomat bo'lsinlar. Qani suratga muhrlanib qolamiz. Aka yaqinroq kelasiz. Ha, baraka toping, umringiz bo'lsin. Alloh muborak qilsin. Bundan ham katta natijalarga va bundan ham katta yutuqlarga erishishingizni tilakdoshimiz. Sog' bo'linglar iloyim. Umringlar uzoq bo'lsin. Agar kimni qanaqadir niyati, tilagi bo'lsa, bajonidil mehribonlik qo'linglarga berishimiz mumkin. Sog' bo'ling aka, rahmat. Endi baribir ham qanaqadir sho'x bo'ladi deyishadi-yu. Lekin borgan sari, katta bo'lgan sari sekin astagina bilan quyuqlashib, ozgina og'ir bosiq bo'lib, o'ziga xos xarakterga ega bo'ladi. Lekin hammamiz baribir ham yoshligimizda sho'x bo'lganmiz, to'polonchi bo'lganmiz. Masalan, o'zimni oladigan bo'lsam, yoshlikda juda ham to'polonchi bo'lgan ekanman. Onam bir gapni doim aytardilar: "Ey bola, to'polon qilma." Hammamiz bilamiz, hammamiz eshitganmiz bu gapni. To'polon qilma. To'polon qilsang, kimga beraveraman deyshadi? Kimgadir lo'lilarga beraveramiz deyshadi. Yoki ko'chada bayda amakilarga beraveramiz deyshadi. Lekin eng mashhuri ajinaga beraveramiz deyshadi. To'g'rimi? Menga ham shunaqa deydilar onam. To'polon qilma, ma'mur, to'polon qilsang ajinaga beraveraman deydilar. Baqir-chaqir qilma, ajinaga beraveraman deydilar. Men endi o'ylardim, onam mehribon, onam baraka topsalar, bermasalar kerak ajinaga deb o'ylardim. Yo'q, katta bo'lib uylanganimdan keyin bildim, baribir beraverar ekanlar. O'shaning uchun baxtimizga sog' bo'lsin ayollar. Lekin baribir ham hazil-huzul qilamiz, ayollarimiz haqida hazil qilmasak kimga hazil qilamiz? Gohida o'zimizni juft halolimizdan hazil-huzul qilib, kayfiyatni ko'tarib olishga harakat qilamiz. Ayollar ko'z tegmasin. Bugun davramizda ayollar yo'q, aksincha xizmat qilayotgan singillarimiz bor, sog' bo'lsin. Aynan ayollarimiz bizning baxtimizga sog' bo'lsin. Bizning baxtimiz, bizning barakamiz deb bemalol ayta olaman. Chunki ayollar haqqimizga duo qiladi-da, to'g'rimi? Duo qiladi, ko'chaga chiqaveradigan bo'lsa ham, erim ana birini qilsin, barakali bo'lsin, kelsin deydi. Albatta o'ziga xos ayollarning mehri bor. Lekin hayotda turmush qurgandan keyin o'ziga xos problemli hayot kechiradiganlar ham bor. Mana shu problemli kechirgan hayotga bir maslahat. Men o'zim boshimdan mana uylanib 16 yildan beri Xudoga shukr bir 4 ta farzandning otasi bo'lib turmush qurib, chiroyli baxt formulasi degan qonun yaratganman. Agar xo'p desanglar aytib beraman. Hurmatli erkaklar, tinch totuvlik bilan xotinim bilan yashayman desanglar, 4 ta qonundan iborat so'zni yaxshilab yodlab olinglar yoki yozib olinglar. Qaranglar, birinchisi, pul topdinglarmi? Xotinga bermanglar, o'zingizlarda saqlanglar. Chunki pul bu erkak kishining qo'lidagi barakasi. Xotinga berildimi, baraka o'chadi deyilgan. Bu birinchi qonun. Ikkinchi qonun, xotin telefon qildimi, ko'tarmanglar. Atchot bermanglar. Chunki atchot bersanglar, oldinglardagi boshqa do'stinglarning oldida ozgina hurmatinglar, tushib qolishi mumkin. Uchinchisi, xotin bilan maslahatlashmanglar. Xotin bilan maslahatlashma, do'stlar ko'p, do'st bilan maslahatlashinglar. Va to'rtinchisi, eng muhim qonun. Boshidagi 3 ta qonunga tupringlar, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Pul topdingizmi? Baribir berasiz. Qo'ng'iroq qildimi? Olmay ko'ringchi, adabingizni ko'rasiz. Agar maslahatlash kerak bo'lsa, eriga xotindan zo'r maslahat beradigan ayol yo'q. Iloyim har bir erkak o'zini juft haloli bilan, ayoli bilan baxtli bo'lsin degani bitta qarsagiylarni ayamanglar. Hurmatsizlik bilan tupurgan holatda ijod qildi, baraka topsin. Xo'p, ana endi navbatdagi sovg'alarimiz bor. Mana shu sovg'alarni ham Xudo xolisa egalariga topshiramiz. Endi Xudo xolisa navbatdagi sovg'amiz konditsioner plus televizor 75 diagonallik televizorni konditsioner bilan birgalikda o'z egalariga topshiramiz. Ketma-ket Xudo xolisa mana shu 5 ta ismlari aytiladigan aziz insonlarimizni e'lon qilsak. Nima dedingiz? Farruh aka, tayyormizmi? Demak, boshladik.
Xo'p, Maqsudov Hamidjon aka, Qo'qon yo'l ta'mir. Qani Jo'rayev Ulug'bek, Namangan, Aptivik. Keyin Joniqulov Sherali, Jizzax, Aptivik. Kazimov Anvar, Mirbozor, Aptivik va Akbarov Azizbek, Qo'qon, Aptivik. Qarsigiylar, qanchalik qarsigiylar. Aynan mana shu ismlar aytilgan aslikkan akalarimiz. Assalomu alaykum. Konditsioner plus 75 diagonallik televizor egalari nomlarini aytib o'tdik. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Kelinglar akalar. Assalomu alaykum. Marhamat. Kelinglar. Qani. Xo'p. Eng muhimi mana shu televizorlarimiz shu yerda turibdi. Konditsionerlarimiz ham shu yerda. Hozir qo'linglarga topshirsak, menimcha boshqacha bo'ladi. Bor yo'q turib, chiroyli qilib rasmga tushib olsanglar, menimcha juda ham go'zal holat bo'ladi. Esdalik uchun. Endi katta sovg'alar endi joyida turgani ma'qul. Uni tadbirning oxirida bitta labo gaplashib yoki bo'lmasa labo yutganlar bilan gaplashib ular bilan birgalikda xudo xolasa sovg'alarni olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, konditsioner plus televizor 75 diagonallik televizorlarning egalari albatta taqdirlanmoqda. Ulardan keyin navbatdagi sovg'a egalari, ya'ni muzlatgich va aynan kir yuvish mashinasini egalari. Xo'p, ularni ham endi e'lon qilamiz. Qani, tayyormizmi? Farruh aka, ketdik. Nurov Ilhom aka, Toshkent shahar Nur texnik ta'mir. Ketdi. Hamroqulov Nozim, Samarqand, Aptavik. Ana Mirjon aka Hasanov, Buxoro shahri, Aptavik. Shahzod Nasimov, Samarqand shahri, Aptavik. Va Habibullayev Botirbek, Qoraqalpog'iston. Marhamat, Aptavik. Kelinglar. Muzlatgich va plus kir yuvish mashinasi egalarini ham davramizga taklif qilamiz. Marhamat, kelinglar. Marhamat. Bularning ichida bir mehmonimiz kelmay qoldilar. Hech qisi yo'q, ularga albatta sovg'alari yetkazib beriladi. Demak, xuddi shunday kir yuvish mashinasi ham, muzlatgichlar ham joyida turibdi. Tadbir oxirida olib ketishingiz mumkin. Hozir esa chiroyli qilib suratga muhrlab qolamiz. Marhamat. Tabriklaymiz, bitta qarsigiylarni ayamanglar. Muborak bo'lsin. Oldinda yana qimmatbaho sovg'alarimiz bor. Aynan xudo xolisa sizlarni keyingi navbatda iPhone 17 kutmoqda. Aynan mana shu iPhone'lar egalarini ham ismlarini aytib o'tamiz. Hozir esa navbatni albatta bugungi kechamizda boshidan oxirigacha o'zlarining chiroyli san'atlari bilan xizmat qilayotgan san'atkorlarimiz boshchiligida Sanjar Usmonov bilan birga. Raqsga tushganlarga katta rahmat, baraka topinglar. Aynan raqsga tushgan akalarimiz bugungi shodiramizga o'zgacha xos albatta kayfiyat, shukuh bermoqdalar. Ko'z tegmasin, muborak bo'lsin. Biz davom ettiramiz. Navbatdagi endi sovg'a egalarini ham ismlarini aytib o'tamiz. Xudo xolasa bu akalarimizga iPhone 17 Plus notebook topshiriladi. Aynan 5 kishidan iborat bo'lgan qadrdonlarimizni marhamat davramizga taklif qilamiz. Imomqulov Bahrom aka, Ohangaron Aptavik kesillar. Hamroqul Dilmurod xo'ja, Toshkent shahri. Xo'p, Durabiton, qani Durable Beton, mana bitta qilib aytilgan Durabiton. Xo'p, ketdi. Kim? O'timboyev Ahmed, Qoraqalpoq, Aptavik akamiz kesillar. Keyin Mehmet akamiz, Mehmet Karakush, Toshkent shahri, Avraziya logistikasi, juda soz. Keyin To'ychiboyev Ulug'bek, Toshkent, Big Space Tech Service. Aylanib keting. Mana shu akalarimizni taklif qilamiz. Kelinglar, marhamat.
iPhone 17 va Plus notebook egalari muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Marhamat. Qani, assalomu alaykum. Ana endi buni esa qo'lga topshirsa bo'ladi. Bo'ladi. Ana, baraka topinglar. Kelinglar. Xo'sh. iPhone 17 qo'llariga bering akalarimiz. Sog' bo'lsin. Qarsinglar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Ana. Chiroyli, go'zal, qimmatbaho sovg'alarimiz o'z egalariga topshirilmoqda. Endi foto suratlarga muhrlab bularni albomlarga qoldiramiz. Xudo xohlasa tarixda o'ziga xos chiroyli tarzda mehnat qilingan va qadrlangan aziz hamkorlarimiz sog' bo'lsinlar. Xo'p, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, hurmatli aziz mehmonlar. Bugungi shodiyonamizda biz bilan birgalikda yana bir qadrli mehmonlar o'tirishdi. Lidas qo'shma korxonasi haqida hammangiz eshitgan bo'lsangiz kerak. Aynan Lidas qo'shma korxonasi testevoy rejimda ishlayotgan edi. Hozirgi vaqtda esa Lidas qo'shma korxonasi rasmiy ish faoliyatini boshladi. Bunga bitta g'ildiroz qarsakiylarni ayamasanglar bo'lmaydi. Lidas qo'shma korxonasi va shu o'rinda ushbu qo'shma korxonamizni Germaniya, Buyuk Britaniya, Dubay va O'zbekiston tomonidan hamkorlikda tashkil etildi desak ham bo'ladi va shu o'rinda aynan mana shu Xudo xolasa biz bilan birga hamkorlikda ishlayotgan qadrdon qo'shma korxonasi vakillari bugun biz bilan birga. Germaniya vakillaridan Mr. Wanger, Buyuk Britaniya vakili Mr. Ansoriy va hamda Dubay vakili Mr. Abdulmajid akamizni g'ildiroz qarsakiylar bilan qo'llab-quvvatlab qo'ysangiz. Marhamat bilan davramizga taklif qilamiz. Rahmonov Jahongir aka o'zingizda buyog'ini tarjimalari bilan chiroyli qilib, Xudo xolasa aytib berasiz. Marhamat, mikrofonlarni tashkil qilsangiz. Welcome. Kelinglar. Qarsakiylar rasmiy mehmonlar, qarsakiylar. Chet elda lekin to'xtatishmaydi. Biz ham to'xtatmaymiz degan umidda. Qani, xush kelibsizlar. Welcome. Marhamat. Aziz do'stlar, o'zingizlar xabaringlar bor. Oldin biz O'zbekiston usta qo'shma korxonamizda yuk mashinalari uchun filtr, masla, yuk mashinalari uchun masla motorni chiqarardik, antifriz chiqarardik. Endi esa yana bugun bir yangilik sizlar uchun barcha yengil mashinalarga qo'shma korxona yana tuzildi bugun. Shu vakillari kelishdi. Jahon standartlari, dunyo sifati darajasidagi qo'shma korxona ochildi. Shu vakillari mana korxonamizga tashrif buyurishdi. Shularga so'zni matn bersak, davrada unuttiramiz. Good evening. My name is Mr. Balder Wagner from Germany. I'm the founder and the general manager of Wagner Hyper Lubricants. And I will thank you for the invitation being here in this wonderful event and joining SIMA AutoStar in the near future launching my high-quality lubricants. Thank you very much for organization, for Mr. Supra, and for this wonderful event being here. Thank you very much again. Xayrli kech, ismim Walter Wagner. Wagner kompaniyasi boshiman. Slovakiyaga hammaga rahmat. Bu kelishda qarib hamkorlikga hammasini yaxshini qolamiz. Rahmat hammaga. Assalamu alaikum. Good evening to everyone. It was a very real good pleasure to be here with all of you. It was very warm welcome from Mr. Sokhrab and his team. Thank you very much to be here.
I'm Ansar from Dubai, representing Atom Lubricants UK, and we are basically both of us are the technical managers representing he's Walter Wagner from Germany, and behind we have a team which is working for Lidas Lubricant in Uzbekistan. So we will see, you will see our products in the marketplace through the platform of Lidas Lubricants. So see you soon, inshallah, again. And next coming 2 months, we will be here back again with the team of Lidas. Thank you very much. Thank you. Xayrli kech. Mening ismim Ansar, Dubaydan kelganman. Men Atom Chemicals Buyuk Britaniyadan hamkorlik bilan, shu Lidas bilan hamkorlik bilan juda xursandmiz. Biz kutib olganinglardan Suhrob akaga va bu Suhrob akaning komandasiga juda katta rahmat. Juda liq kutib olganinglarga men yana kelaman 2 oydan keyin. Juda xursandman bu bilan ishlashga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Majid. I'm from Dubai. I'm representative of Nahar Oil Distribution Company. Plus, I'm the owner of Ittihad Logistics Company. We are here to attend this very nice and marvelous party. And I'm very much thankful to Mr. Suhrab and his entire team. So, inshallah, we are now in collaboration with the Lidas Oil. So inshallah we will see very soon with our cooperation, and inshallah we will start our project with Mr. Suhrab. Thank you very much. Assalomu alaykum. Men ismim Majid. Men ham Dubaydan kelganman. Men Nihat kompaniyasi boshiman. Nihat moylari va yog'larlar boshiman. Biz Lidas kompaniyasi bilan hamkorlik qilayotganimizdan juda xursandmiz. Rahmat hammaga. Rahmat. Sog' bo'lsinlar. Majid akamizga rahmat. Dubaydan degandingiz, hamma xursand. Hamma o'zi bu yerda hamma Dubaylik o'zi. Akalarimiz borib, o'sha yerga borib mazza qilib kelishadi, biroq sizga ko'rinishmaydi. O'zlari bilishadi. Marhamat, Farruh aka, marhamat. Avvalambor yana bir xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bular xullas chet eldan kelishgan, Germaniyadan, Dubaydan. Biz mana bu filtr ishlab chiqarishni boshladik aktivist. Endi bular bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Oldimizda gruzoviy texnikalarga moy, masnamotor, transmission, gidrolistik moylar bor. Endi xudo xohlasa yuz oyda ham o'sha Yevropa standartlarini raqobatlasha oladigan Germaniyaning Shell boshqasi Italiya fondiga bilan raqobat qiladigan moylarimiz yo'lga qo'yamiz. Yaqin kunlar ichida zo'r sifatli moylar o'sha Lidas kompaniyasida ishlab chiqarish boshlanadi. Kimda hamkorlik qilish niyati istagi bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammaga. Sevgili anneler, kattakon rahmat. Thank you very much. Sog' bo'linglar. Mazza qilib o'tirishinglarni tilakdoshimiz. Umringlar uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar, boringlarga shukr. Yana bir narsani aytishimiz kerak. Aynan Sima Avtostar kompaniyasida har bir kelgan mana shu hamkorlarimiz ichida o'ziga xos natijani, zo'r natijani ko'rsatganlar bor. Ruxsat bersanglar, Farruh aka, xudo xolasa ruxsat bersangiz, aynan bir narsani aytib o'tsam, e'lon qilinganda aynan mana shu tadbirimizda e'lon qilinganda va sovg'alar ham ko'rsatilgan. Mana shu beriladigan sovg'alarimizga yaxshi natija ko'rsatilgandan keyin albatta savdo sotiqda baraka qilgandan keyin mana shu barakaga yarasha chiroyli sovg'alar Sima Avtostar tomonidan berilyapti, to'g'rimi? Va shu o'rinda har bir sovg'alarga shunday qilib belgilangan edi. Ya'ni 5 ta Chevrolet Damas belgilangan edi. Shunday ekan, lekin biz hozirgi vaqtda Sima Avtostar kompaniyasining xodimlari juda zo'r natija ko'rsatgani uchun qisqa vaqt ichida zo'r natija ko'rsatgani uchun yana 5 ta Chevrolet Damas qo'shildi. 6 ta demak, qarang, yana 6 ta Chevrolet Damas 5 dan oldiga qo'shildi va o'z o'rnida mana shu zo'r natija ko'rsatgan qadrdonlarimiz bor. Ruxsat bersanglar, mana shu qadrdonlarimizni ismi sharaflarini aytsak. O'ziga xos bu yerda baraka qilib Chevrolet Cobalt, ya'ni Damasni qo'lga kiritganlar bor.
lekin undan tashqari yana zo'r natija ko'rsatgan akalarimizni hozir ismi shariflarini aytib o'tamiz. Va shu o'rinda va ularga ham sovg'alarni ulashamiz. Tayyormizmi? Boshladik. Muhammadiyev Damir Guliston, Abtabek akamiz, Islomov Zafar akamiz, Jizzax Abtabek akamiz, Xo'p, Jabborov Sherzod, Surxondaryo, Angar Abtabek akamiz, qani Narmatov Sherzod, Surxondaryo Termizdan Abtabek ular ham. Xudoyberdiyev Eldor, Qarshi shahri Abtabek akamiz, qani va Suyunov Aziz, Qarshi Abtabek. Mana shu Sima Avtostar kompaniyasiga juda ham zo'r natijani ko'rsatib, Xudo xolisa Chevrolet Damas avtomashinasini qo'lga kiritgan bizni mijozlarimiz deb adashmaymiz. Marhamat, Gulroz Qarsagilanaymilar. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Qisqa vaqt ichida albatta mana shu zapchastlar bilan ishlab qo'lga kiritib, baraka qilib, Xudo xolisa shunaqa chiroyli sovg'alarni qo'lga kiritishdi. Marhamat, marhamat. Umringiz uzoq bo'lsin, qabul qilib olasizlar. Sovg'alarni muborak bo'lsin. Birin-ketin. Bitta Qarsagilarni natija ko'rsatgan va albatta qisqa vaqt ichida mana shunday chiroyli Chevrolet Damas avtomashinasini qo'lga kiritgan akalarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Marhamat. Bitta qara, marhamat aka. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana boshliqdan sovg'alar berishdi. Rahmat. Undan keyin yaxshiroq harakat qilib duolasa undan so'zlarni olamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Shu tadbirga yig'ilgan barcha tadbirkorlarga shu kelayotgan hammamizga yaxshi omadli bo'lsin. Bundan katta yutuqlarga erishishni nasib etamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu dasturxonda yig'ilgan Sima Avtostar jamoasiga barchalarimizga omadimizni bersin. Bundan-da ulkan yutuqlarda yutish hammamizga nasib bo'lsin. Assalomu alaykum hammaga. 2026 Xudo xolasa hammaga yaxshi barakatli bo'lsin. Bundan-da yaxshi natija ko'rsatishga nasib qilsin. Assalomu alaykum. Aziz hamkasblar. Burada bizni taqdirlash uchun chaqirgan Sima Avtostar kompaniyasi hamkorlik uchun bunaqangi natijalarni ko'rsatganimiz uchun taqdirlagan uchun rahmat. Bundan ham yaxshiroq natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum. Bergan duolar uchun rahmat. Nasib bo'lsa bundan ham chiroyli yutuqlar erishishga nasib bo'lsa hamma nasib bo'lsa. Ana endi birgalikda hammamiz foto suratlarga muhrlanib qolamiz. Bu go'zal tarixiy onlar albatta unutilmas. Va qo'lingizda umid qilamizki, keyingi yilga albatta yana ham kattaroq sovg'alar bilan Xudo xolisa suratga tushishingizni tilakdoshimiz. Biz davom ettiramiz va yaxshi niyatdan sovg'alarni egalariga topshirishda Xudo xolasa yana xuddi shunday Chevrolet Damas avtomashinasini qo'lga kiritgan ana endi 5 ta ishtirokchimizni e'lon qilishga tayyormiz. Tayyormiz aka? Ketdik. Demak, boshladik. Marhamat. Yangiboyev Shavkat akamiz Surxondaryo Abtabek Xudo xolasa, Azimov Azamat Alamzoda Samarqand Abtabek akamiz, Aliyev Shohruh Surxondaryo Abtabek akamiz, Yusupov Bekzod Jizzax Abtabek akamiz, Bobojonov Mirzo Navoiy Abtabek akamiz. Kelinglar. Assalomu alaykum qo'rmaylar. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Kelinglar. Qani, marhamat, o'rtaga turib olasizlar. O'rtaga. Bugungi kunda Sima Avtostar kompaniyasining qahramonlari mehnat qilib, albatta mana shu mehnat orqasida
baraka topayotganlarga alohida e'tibor e'tirof qilindi va chiroyli tarzda sovg'alar ularga ulashilmoqda. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Marhamat. Endi sizlar ham yaxshi niyatdan so'z navbatini bersak-u, chiroyli tilaklarni bildirsanglar. Marhamat. Kelgusi yillarga bundan ham ziyodasi Simmaga Kristin qilsin. Aka barakasini bersin. Rahmat, bundan keyin bundan ziyodasi bersin. Kristin. Assalomu alaykum. Kelgan mehmonlar. Xudo xohlasa 2026-yil hammamizga barakali, omadli yillardan bo'lsin. Biz zanjir solishdan charchamaylik, Sema avtosida moshin berishdan charchamaslik. Hammamizga omadli zo'r yillar bo'lsin. Shu Sema avtosidalarni ko'rsam, shu motivatsiyani ko'rganday bo'laman, deb ular ko'rsam. Shiddatini ko'rsam. Hammaga rahmat, hamma shu Xudo xohlasa moshinni topshiraversin-da. Biz hamchasi olaveraylik, Xudo xohlasa. Nasib qilsa. Shukur aka, rahmat. Aka, sog'-salomat bo'ling. Aka, sizga ham katta rahmat. Assalomu alaykum kasbdoshlar va hurmatli Sima Avtostar jamoasi. Sog'liq uchun rahmat. Hammalaringizga, umrlaringizga, savdolaringizga baraka, oilalaringizga tinchlik, totuvlik bersin. Sima Avtostar jamoasining rahbariyatiga hamda ishchi xodimlariga alohida katta rahmat hammalaringga. Zo'r bo'ling. Assalomu alaykum. Hammalaringizga omad ishimizda barakasini bersin. Rahmat barchamizga. Assalomu alaykum. Yillar bilan harakat qildik, bu yil o'zbek bo'laverdi. Keyin yil yana bundan kattasi bo'lamiz, xudo xohlasa. Katta rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga. Rasmisiz. Baraka topinglar. Bo'ldi. Mana shu yerdaman. Umringlar uzoq bo'lsin, olib qo'yinglar. Qani. Sog' bo'ling, rahmat. Ana boringlarga shukur. Harakatinglarga ko'z tegmasin. Barakali bo'lsin, doim mana shunaqa xursand bo'lib yurish nasib qilsin. Sima Avtostar kompaniyasi sizlarni doim xursand qilsin. Yoki rahmat, boringizga shukur. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, ana endi davom ettiramiz. Navbatdagi mehmon san'atkorimiz davramizga tashrif buyurdilar. Ana endi ularni ham davraga taklif qilib, chiroyli taronalar bilan hammanglarni o'yin klubiga taklif qilamiz. Rahmat. Davraga tushib mazza qilib raqsga tushgan akalarimizga ham kattakon rahmat deymiz. Ashulalarga gap so'z bo'lishi mumkin emas, sunnatlar baraka topsinlar. Zачем cappuccino, давай сюда вино. Будем танцевать и будем кайфовать deganlaridek. Xudo xolasa endi navbatni haqiqiy sovg'alar egalari bilan Xudo xolasa birin-ketinlik bilan davom ettiramiz. Super sovg'alarimiz, qimmatbaho sovg'alarimiz Chevrolet Labo avtomashinasini egalarini ismi sharif bilan aytib o'tamiz. Ana undan keyin Xudo xolasa tadbirimizni davom ettiramiz. Keldik, boshladik. Demak, Gadoyev Fazliddin akamiz Buxoro shahridan, Xudo xolasa Abdullayev To'raboy akamiz Sheroboddan, Jumayev Husniddin akamiz Qashqadaryo, Qarshi, G'ofurov Bobokalon, Toshkent va Po'latov Hayotjon, Navoiy. Qani bitta qarsaklarni ayamanglarchi. Mana ismlari zikr etilgan akalarimiz Chevrolet Labo avtomashinasini
egalariga aylandi. Sog' bo'lsinlar, tabriklaymiz. Chin qalbimizdan muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Marhamat, marhamat. Kelinglar. Marhamat. Gulroz Qarsagilana emeylar aziz mehmonlar. Sog' bo'lsinlar. Fazliddin akamiz, To'raboy akamiz, Husniddin akamiz, Babakalon akamiz, Hayotjon akamiz, sog' bo'lsinlar, o'ziga yarasha Chevrolet Labo avtomashinasini qo'lga kiritishdi. Sovg'alar muborak bo'lsin. Sima Avto Star kompaniyasi tomonidan baraka qilib, Xudo xolasa mana shu mehnat qilib olgan sovg'alar sizlarga baraka bo'lib xizmat qilsa iloyim. Chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Muborak bo'lsin. Qani niyatlar va tilaklar bilan birib ketilgan marhamat. Ana, marhamat. Aka, boshlaymiz, boshlab berasiz. Xo'p deyman. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hamkasblar, sizlarni hammalaringni shu yerda ko'rib turganimda xursandman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'tgan safar ko'rishganimizga 6 oy bo'ldi. Vaqtdan bir degancha o'tib ketibdi. Bugungi tadbirdan Suhrob akamizga katta rahmat aytamiz. Mana shu birga ishlab boshlaganimizga 18 yil bo'ldi. Ilohim kuchlariga kuch, bundan ham martabalari ulug' bo'lsin. Bu kelajakda bir katta bundan bir 20 barobar, 30 barobar va bundan ham ko'proq kattaroq tadbirlarni uyushtirib, hammamizni shu yerga yig'ib, bir-birimizga ko'rishib, bir-birimiz bilan tanishib, bundan ham katta ishlarni, bundan ham katta natijalarni tilaydoshman. Yaxshi bir zafarlar, dunyoda nimaiki yaxshi tilaklar bo'lsa, shu insonga sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Hammalariga yana bir bor rahmat. Assalomu alaykum. Hamkasblar, Simbox To'rsatchilarni rahbarimiz Suhrob akaga alohida minnatdor. Farruh aka, hamma jamoa Simbox To'rsatga, ikkita Farruh aka, Shohruh aka, chin dildan hammasiga nima O'zbekistonga yaxshi niyatlar uchun shularga tilab qolamiz. Chin dildan. Avvalambor assalomu alaykum. Sima Avtostarga rahmat. Barakasi bersin. Avvalambor assalomu alaykum. Sima Avtostar jamoasiga rahmat aytib qolaman. Shu tomonlama ishchi xodimlariga rahmat aytib qolaman. Rahbariyatga rahmat qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Ana bekorga aytishmaydi, Xudo xolasa, voy, to'kib sochganing o'rni to'lsin deydi. Mana shunaqa yaxshi niyatlar bilan Xudo xolasa Sima Avtostar kompaniyasi uchun tilak bildirganlarga kattadan katta rahmat deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, labo muborak bo'lsin. Barakali, xayrli xizmat qilsin sizlarga. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu bo'lib o'tgan Xudo xolasa bugungi tadbirimizdagi chiroyli sovg'alar ketidan mana Xudo xolasa xalqimizning ardog'idagi aziz san'atkorlarimiz ham tashrif bermoqdalar. Davramizga taklif qiladigan navbatdagi san'atkorimizni e'lon qilar ekanman. Barchalarni albatta davraga, raqsga taklif qilamiz. Tadbirimiz, bayramimiz bayramdek bo'lsin deymiz. Sizlar uchun xalqimiz ardog'idagi aziz san'atkorimiz Vohidjon Isoqov. Yo'qlar qani reklama degan narsa bor, mana shunday reklama qilib o'tamiz. Xo'p, kavatlarim, o'zi shunaqa gap bor. Yil faslining kuzidan bahori yaxshi, qahraton qishning sovug'idan yozi yaxshi deyishadi. Go'zal qizning noziyu ishvasi yaxshi, xullas gapning oziyu mashshoqning sozi yaxshi deyishadi. Bugun o'ynab, kulib, yayrab qolamiz. Oldinda yana super qimmatbaho sovg'alarimiz bor. Mana shu sovg'alarimizni egalari hali ismi shariflari aytib o'tiladi. Undan keyin esa birin-ketinlik bilan Xudo xolasa albatta super sovg'alarni o'z egalariga topshiramiz. Sog' bo'linglar aziz ya'ni Sima Avtostar kompaniyasida mehnat qilib faoliyatini yurg'izayotgan har bir xodimga xayrli bo'lsin deymiz, barakali bo'lsin. Yana bir bor chin qalbimizdan tabriklaymiz. Davom ettiramiz. Xo'p, Xudo xolasa
Bugungi kunda har bir kelgan mehmon albatta chiroyli mehnati uchun qadrlanadi, e'tirofga olinadi va yaxshi niyatdan o'tir. Sovg'ani zo'ri. O'zi haqiqatan ham avtomobil sovg'ani zo'ri hisoblanadi. Mana ham ayolim yaqinda menga kesatib avtomobil haqida kesatiqlar bilan sovg'a olib berishimni so'radi. Ya'ni qanaqa sovg'a olib bering desam, rangi oq bo'lsin, elektro bo'lsin dedi. Hozir elektromobil va mashinalar, elektromobil. Qanaqa desam, rangi oq bo'lsin, elektro bo'lsin. Va tanganiga avtomobil dotgani yo'q-ku o'zicha, rangi oq bo'lsin, elektro bo'lsin. Shu bosganda shu 100 ga 4 sekundda chiqsin dedi. Bo'ldimi desam, bo'ldi. To'chda shu sovg'ami desam, to'chda shu sovg'a dedi. Bo'ldi dedi, olib berdim. Haqiqatan ham rangi oqidan, elektrosidan shu bosganda shu 60-70 ko'rsatdi. Taroz olib berdim, taroz, elektr taroz. O'zi so'radi. Kesatib o'zicha so'radi. Menga rangi oqidan men bosganda 100 ga chiqmadi-yu, Xudo saqladi. 60 ga chiqdi lekin. Xudo saqlasin, 100 ga chiqqani yo'q. Lekin ko'p erkaklarimiz shunaqa deydi-yu, lekin juda ko'p erkaklarimiz do'mboq ayollarni yaxshi ko'radi, baribir. Mana shu nima bo'lsa ham, mana shu qish kelsa ham issiq bo'lsin deydi-yu. Emas. Ayollarimizni do'mbilab baxtimizga yurgani ham ko'z tegmasa iloyim. Hammamizni ayolimizdan, juft halolimizdan hayotimizdagi go'zal hayotimizni kechirib yurish hammamizga nasib qilaversin. Xo'p, tayyormizmi yigitlar? Nima bo'ldi? E'lon qilamizmi? Nima ekan? 2 daqiqami? Bo'ldi. Gap so'z yo'q. Boringlarga shukr. Xo'p. Sog' bo'linglar. Massa qilib o'tiribmiz, ha? Yaxshi, mana shu yeb ichib o'tirib ham kayf qilsa bo'ladi-ku hayotda, to'g'rimi? Ba'zi bir akalar bor, kayf qilish uchun boshqa narsa qidirib qolar ekanda. Bir yigit qurug'ini qidirib oxiri topdi. Qurug'ini qidirib oxiri topib, bitta domga borib, ikkinchi qavatga chiqib, qurug'ini oldi-da, pastga tushib olib, hech narsaga qaramasdan o'rashni boshladi. O'rab sekingina tayinlasa, o'sha domda yashayotgan kampir o'tib qoldi. "Voy bolam, men bilaman sen nimaga kelganingni. Mana shu yerda bitta ikkinchi qavatda shunaqa narsa sotadigan bola bor. Sen o'shandan oldinglar shu narsani." Desa, bolam e'tibor qaramasdan taxlashni boshlabdi. "Ey bolam, bu seni kayf qilib qo'yadi, boshingni aylantirib qo'yadi, qotirib qo'yadi." Desa, kampirga qarab bolam nima deymish? "Amin, Xudo aytganingiz kelsin" deymish. Duo qilyapti degandek qabul qilibdi. Lekin baribir ham erkak kishi albatta nimadan huzurlanadi, nimadan kayf qiladi? Hayotida topganini baraka qilib, uyiga, oilasiga, bola chaqasiga yedirsa, mana shuni o'zidan erkak kishi kayf qiladi. Ilohim hayotimizda hammamiz mana shunaqa huzur bilan, baraka bilan kayf qilib yurish hammamizga nasib qilsin. Davom ettiramiz. Yana bir bor o'z qimmatbaho sovg'alarni egalarini qo'llariga topshirish vaqti keldi yana bir bor. Shunday ekan, biz Chevrolet Cobalt avtomashinasini egalarini ismlarini aytib o'tamiz, xudo xolisa. Farruh aka, shu o'tamisiz? Umringiz bo'lsin. Qani? Marhamat. Mutinov Valixon aka, Namangan shahri. Qodirov Tohirjon aka, Farg'ona shahri. G'aybullayev Hayotjon, Jizzax. Boboyev Nodir, Qashqadaryo, Qarshi va Shokurov Aziz aka, Buxoro. Ana qani kelinglar. Chevrolet Cobalt avtomashinasini egalari ismlari aytib o'tildi. Ana endi marhamat. Tabriklaymiz chiqqanimizdan. Qani kalitlarni va albatta sertifikatlarni qo'lga topshiringlar. Muborak bo'lsin. Qarsinglar bilan qo'llab-quvvatlab turibmiz. Qarsinglar ayamanglar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 15 dan xudo xolisa 11-o'ringacha
o'z sovg'alarini qo'lga kiritgan akalarimiz uchun qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Marhamat, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar. Sovg'a uchun mana shunday tadbir uchun Simma After jamoasiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bundan buyog'iga ham hamkorligimiz bundan-da mustahkam bo'lsin. Rahmat hammaga. Simma Afterga kattaga rahmat. Suhrob aka, Farruh aka, Shormaga hammalaringizga katta rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Simma After kompaniyasiga katta rahmat. Rahbariyatimiz nomidan ham rahmat. Hamkorligimiz bundan ham yaxshi bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. 2016 hammaga omad bersin. Shu zavqda Simma Afterga omad bersin. Har doimingiz yutuqlarimiz navoda bo'lsin. Endi mikrofon ishlamasa ishlamasin, lekin boshqa mikrofonlar ishlab tursin doim. Boshqasi ishlaydimi? Ana aytaman. Masalan, Assalomu alaykum. yaltirab turganingizdan bildim o'zi. Shu yerda o'tirgan barcha mehmonlar hamkasblar, shu tadbirda o'tkazgan Suhrob aka, Chog'roq aka, hamma Farruh akalarga hammasiga rahmat. Bizlar ham shu hammaga tilaklarga qo'shilamiz. Hammaga rahmat. Rahmat aka, umringiz sog' bo'lsin. Ishlaringiz rivojini bersin. Ilohim bundan ham katta yutuqlarga erishib yurishlarga nasib etsin. Ana endi chiroyli tarzda fotosuratlarga, albomlarga muhrlanib qolinadi. Ko'z tegmasin, muborak bo'lsin. Cobalt avtomashinasini o'zi Cobalt legenda deyshadi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, qani? Tayyormizmi? Navbatdagi mehmon san'atkorimiz ana endi bugungi Simma After kompaniyasida sovg'alarni birin-ketinlik bilan o'rinma-o'rin berdik va o'z o'rnida oxirgi 10 talik qoldi. Ya'ni mana shu 10 ta o'rin egalarini Xudo xolasa endi eng qimmatbaho ajoyib sovg'a bilan taqdirlaymiz. Simma After kompaniyasi uchun qilingan mehnatini rag'batlantirib, albatta bugungi kunda chiroyli tarzda ularga sovg'alarni zo'rini topshiramiz. Ya'ni 10-o'rin Chevrolet Onix avtomashinasining egasi Optivik ana boydan beri noto'g'ri aytmoqman. Xo'p, Navoiy shahridan xo'sh Nizomi Shuhratjon Qarsiginglar. Marhamat. Tabriklaymiz. Onix avtomashinasi muborak bo'lsin. Marhamat. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandmiz. Suhrob aka va tashkilotda egasiz sizlarga jon minnatdorchilik bildiramiz. Hammaga nima deydi? Hammani siqib deb yuradi, lekin birlashtirish hammaga emas. Akajon sizga alohida rahmat, Farruh aka, rahmat sizlarga. Faqat yaxshi kunlarda ko'rishaylik, sog' salomat bo'linglar, rahmat hammaga. Bravo. Bu 10-o'rin edi. Endi 9-o'rin egallagan Chevrolet Arizo 6 Pro avtomashinasi Navoiy shahriga Toshmatov Raim akamizga Navo Terri Navo marhamat. Navoiyga Raim akamiz kelganmilar. Keling. Rizos. Raim aka assalomu alaykum, yaxshimisiz? Raim aka mashina yutib oldi, xuddi brelok yutib olgandek emas.
Tak, yana bir ilov chiqdi degandek yo'q. Aylanib keting, marhamat aka. Sog' bo'ling aka, salomat bo'ling. Bu yoq tomonda Borlariga shukr, sog' bo'ling. Marhamat, marhamat. Umrlar uzoq bo'lsin. Rasmga tushib aka. Boringizga shu. Rasmga tushib bering, iltimos aka. Joningiz omon bo'lsin. Hop. Xo'sh, 8-o'rin Kia Sonet avtomashinasi Angrenga qarab ketadi. Optivik akamiz. Hop. Adashboyev Sardor akamiz, qarsigiylar. Sardor akamizga Kia Sonet avtomashinasi. Assalomu alaykum hammaga avvalambor. Hamma sovrinlar egasi yaxshi kunlariga buyursin, barakasini bersin. Avvalambor bu kunlarga yetib kelishga sababchi insonlar ko'p. Avvalo mana shu Simmaystar ishlariga katta juda ham katta rahmat aytaman. Juda ham shustri, juda ham charxon o'z vaqtida yetkazib beryapti va 12 ta viloyatni nazorat qilib turgan, svязь bo'lib turgan Farruh aka, sizga, Shohruxga va qolganlarga rahmat aytaman. Va rahbarimiz Suhrob aka, sochganlaringizni hammasini Xudo millionlab to'ldirib bersin. Sizga katta rahmat. Sodiqlarga qanday sodiq bo'lishni isbotlab bersiz aka. Sizga katta rahmat. Rahmat, boringizga shukur. Kattakon rahmat. Kia Sonet muborak bo'lsin deb qolamiz, iloyim. Umringiz uzoq bo'lsin. Davom ettiramiz. 7-o'rinda. Xo'sh, BID Yunap avtomashinasi Yunap deyiladi. Mana tag'inam BYD'ni BYD deb o'qimadim shu. BYD bo'ladi, xo'p. Optivik akamiz Samarqandga qarab ketyapti bu mashina. Nasimov Faridun Arsagiylar. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Simma avtostarga kattakon rahmat, xodimlariga ham rahmat. Aka, rahmat sizga. Martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin, ulug'. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Boringizga shukur. Muborak bo'lsin. BYD'lar tegidan shamol o'tib tursin deyishadi. Yo'q, barakali xizmat sizga Xudo xolisa. Umringiz uzoq bo'lsin. Demak, davom ettiramiz. 6-o'rinda xo'sh, endi buni Havali Jalolion degani. Julion Havali. Xo'p, Samarqandga ketadi bu mashinamiz, Xudo xolisa. Optivik akamiz, umrlari uzoq bo'lsin. Bekzod Nosimov Qarsagiylar. Qani, keling Bekzod aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum hammaga. Va deymiz hammaga rahmat sizlarga. Aka, sizga ham rahmat. Ishlaringizga omad bersin. Hammaga omad tilayman. Rahmat, baraka toping. Sog' bo'ling, boringizga shukur. Xo'p, 5-o'rin Jetaur qarindoshing degani. Ya'ni Jetaur Dashing avtomashinasi. Optivik. Xo'sh, Qoraqalpoqqa qarab ketadi bu mashinamiz. Abubullayev Azimjon aka. Qarsigiylar. Marhamat. Keling aka, umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Simmastar korxonasiga minnatdorchilik
baland bo'lsin. Xudoga rahmat. Sizlarga rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Aktivik Toshkent shahrida Asrorov Husan Qarsigiylar ayamanglar. Asrorov Husan Jipal SL03 avtomashinasini egasi bo'ldilar. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum barchaga. Simma Avtostar kompaniyasiga bundan-da rivoj tilayman. Gullab yashnasin. Barchaga kattakon rahmat. Husan aka, hayajondamisiz? Umringiz uzoqsin. Sima Avtostarni eshitdingiz, lekin otini zo'r aytdingiz, gap yo'q. Tez aytishni o'ylashimiz kerak sizlar. Boringizga shukur. Chin qalbimdan tabriklayman. Muborak bo'lsin. Qarsigiylar ayamanglar. Bu 4-o'rin edi. Oldinda 3 ta o'rin bor. Va albatta mana shu 3 ta o'rin egalarini ham hali e'lon qilamiz. Va albatta undan oldin hurmatli aziz mehmonlar, diqqat e'tiboringlarni monitorga qaratsanglar, keyingi yil nima bo'lishini sizlarga ozginagina xabardor qilib ko'rsatamiz va bundan keyingi qiladigan mehnatinglar yana ham yuksak bo'ladi degan umiddamiz. Marhamat. Simma Avtostar sizga yangiliklar qilishdan charchamaydi. Kutib oling, bizda mijozlarimiz uchun yana bir katta yangilik. Shu vaqtgacha har 6 oyda o'tkazilinib kelayotgan sodiqlik dasturini endilikda biz har 4 oyda o'tkazishga qaror qildik. Sovg'alarimiz ham o'zgacha. 30-o'rindan 26-o'ringacha muzlatgich, 25-o'rindan 21-o'ringacha 75 dyuymlik televizor, 20-o'rindan 16-o'ringacha iPhone 17 Pro Max, 15-o'rindan 11-o'ringacha Chevrolet Damas avtomobili, 10-o'rin Chevrolet Labo avtomobili va kir yuvish mashinasi, 9-o'rin Chevrolet Labo avtomobili va 55 dyuymlik televizor, 8-o'rin Chevrolet Labo avtomobili va muzlatgich, 7 va 6-o'rinlarga Chevrolet Cobalt avtomobili, 5 va 4-o'rin Chevrolet Onix avtomobili, 3-o'rin Kia Sonet avtomobili, 2-o'rin BYD E2 avtomobili va 1-o'ringa esa Zeekr 001 avtomobili bilan taqdirlanadi. Yana bir eslatma, bu sovg'alar 4 oy davomida eng ko'p avto ehtiyot qismlari xarid qilib va xarid qilgan mahsulotlari to'lovini 100% va o'z vaqtida amalga oshirgan mijozlargagina amal qiladi. Simma Avtostar doimo siz bilan. Sima Avtostar kompaniyasini oxirgi 3 ta o'rinni egallagan aziz mehmonlarimizni ismi shariflarini aytib o'tamiz va albatta chiroyli go'zal sovg'alarni qo'llariga topshiramiz. Demak, 3-o'rin egasi hamma tayyormi? Hamma tayyor bo'lsa, e'lon qilishda davom ettiramiz. Hammangiz juda ham yaxshi bilasizlar. Aynan 3 ta o'ringa qo'yilgan avtomashina egalarini ismlarini aytib o'tamiz. 3-o'rin Dongfeng F008 avtomashinasi. Optivik. Demak, Ma'rufov Aslan akamiz Qarsigiylar. Keling aka. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Simma Avtostar xodimlariga, qolaversa Farruh aka, Hoji aka, Farruh aka, Shoruh aka, Suhrob aka, kattakon rahmat sizga ham. Hammalaringizga rahmat. Ana esdan ikki avtomashinani qo'lga kiritdilar. Optivik yana bir bora xo'sh, aytamizmi? Gap so'z yo'q. U mashinamiz Farg'onaga qarab yo'l oldilar. Mamatojiyev Saidjon akamiz. Qani? Saidjon aka keling.
toshlar yig'ilgan hamkasblar, hammalarni kelib yangi yil bilan tabriklayman. Hop, Hammaga ma'lum, Lexan Li-Sien Li-9 avtomashinasi legendarniy mashina, haqiqatan ham hozirgi vaqtda ko'chada trend. Ana shu mashinani chexoli beriladi. O'zi bilan qo'shib, albatta o'zi bilan qo'shib. Bu mashinamiz Xudo xolisi Buxoroga qarab yo'lga olyapti. Jo'rayev Suhrobbek Qarsigilar. Qarsigilar. Umrlar uzoq bo'lsin. Suhrobbek hojiga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Suhrobbekga tabriklaymiz. Alloh rozi bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, muborak bo'lsin. Alloh barakali bersin. Sog' bo'ling. Bitta yo'nalishda, zapchastlar bo'yicha yo'nalishida hammanglarni ko'rib turibmiz. Undan tashqari hammamiz yaxshi bilamiz, aynan Sima Holding deb nomlasak ham bo'ladi. Mana shu Sima Holding kompaniyasida faqatgina bitta Avtostar emas, balki yana boshqa ish faoliyatlari ham yuradi. Hammamiz bilgan Atel, hammamiz bilgan Sima Fit, qolaversa yana boshqa holatlar. Mana shu Instagram kompaniyasini mana shu Instagramda yurg'izadigan ajoyib do'stimiz, ukamiz bor, baraka topsinlar. Ahmedjonov, Rahimjon ukamizni umrlar uzoq bo'lsin. Keling, 6 ta, bir emas 6 ta kanalni o'zlari, shaxsan bitta o'zlari olib bordilar. Xursand bersanglar, mana shu Sima Holding kompaniyasini Sima Avtostar Instagramini ham yurg'izadilar. Bitta qarsagilarni ayamanglar. Undan tashqari Zapchast baza Instagramdagi bu ham bitta albatta yo'nalish, uni ham yurg'izadilar. Va albatta keyin yana bittasi Lida Oil qarsakiylar. Lidas Oil, Sima Hotel, Sima Fit va Sima Water. Qarsakiylarni aymaylar. Mana shu 6 ta kanalni Instagram orqali SMS'ini o'zlari bosh-qosh bo'lib yurg'izibdilar. Albatta yoritib keladilar. Kattakon rahmat deymiz. Agar yaxshi niyatlar bo'lsa, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Xudo xolisa bizda 2026-yilda bundan ham ko'p yaxshi niyatlarimiz bor. Bilasizlar, Sima Holdingda yengil yutuq olmaydi. Xudo xolisa Instagram kanallarimiz orqali kuzatib borishni. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.